Короче, radnolar, bugun bizda Hello Neighbor o'yinimizning final qismi. Bugun biz bu o'yinda tugatamiz va nihoyat keyin esa Hello Neighborning ikkinchisini boshlaymiz. Nu qachonligini bilmayman. Ayo salom papalom, hurmatlar VR zona kanaliga xush kelibsizlar. Kapsolni kamaytiramiz. Deb nafas olamiz. Mana birdan kim deymizda o'yinni boshlaymiz. Hop, koptok chotamizmi? Nima qilish kerak bilmayman. Final qismini вообще yetib kelmaydik buyoqqa hali. Qanday o'ynalar hali bilmayman. Bu nima bu? Yiqiladimi? İpten getirip koysa bulam. Mahkep geçen ki yok. O bir kimdir kutaman bir yerde eşik var ki. Eşik açılmıyor. Selamünaleyküm. Muylu ne karaylar miyim bilen teyin ki bu? Eşik açıldı mı? Yapayınkiga bakır. Onay. Oy ya çocuk ettim. O muncha katta bu. Nima qilaman men? Apayniki u. Nima qilishim kerakmi? Зонтик, выключатель. Выключатель to'kqaq ketyapti. Tosterga ketyapti. Tosterdan uchardik, biz sakrardik. Xo'p, выключатель yoqishim kerakmi shunda? Mana o'yin men apayniki u. Meni qo'liydimmi, qo'llamaydi, o'ldiraman. Nima qilishim kerak? Men uni o'ldirishim kerak. Tepasi uy bor, qizil lampochka turibdi. O'sha yoqqa chiqishim kerak menimcha. Mana yerda metroning yo'li bor ekan. Metrodan bu yoqqa chiqadi ekan, qani. Mana nima bola? Bu pushkami otadimi? Pritsel bunga qarab turibdi. Ne bilmadim, ko'ramiz. Xo'p, mana yerga metroning yo'liga chiqaychi. Bu yoqqa qanday chiqaman men? Buna nima korobka kerak? Korobka yetib boraman, otsam qani? Yo'q, yetib bormayapti korobka. Ey, qolay. Xo'p, ma'lumotga chiqamiz, ko'ramiz. Dalshni o'ylaylik. Ovozim sal o'zgargan bo'lishi mumkin. Tomog'im og'rib qoldi ozgina, o'shanga e'tibor bermaysizlar. Tak. Ochilami? Qo'y, metroda qayerga boraman? Metroda borsam narigi uyga boraman-da. Metro ishlamayapti. Eshigi ochilmayapti. Ma shoshonchayna. Yetib ham bormadik-ku. Biz uyni sindirib yubordi. Biz hali krasovkamiz yirtiqmi? Yo'q, krasovkamiz yirtiq emas. Nima aytga chiqishim kerak? Bu yoqqa qanday chiqaman men? Ey, yo'qol. Bu yoqqa ham korobka kerak. Ilbes korobka chiqa olaman. Yo'q. Ikki marta sakrasam bo'lardi-ku. Ey, nima bu? Ikkita sakrashim bor-ku menda. Mana knopka nima bu? Bosilmayapti. Yoqishim kerak menimcha. Tok qatdan kelgan, mana tok kelyapti-ku. Netda richarni ko'rmabman men. Bu metroni ishlatadi ekan. To'xtang, to'pchani olib otib ko'ray. Rizqiga yetib boramaydi. Mana deb zaryad qilamiz. Yoqishim kerak edi men, to'g'rimi? Opa, o'tib ketdi. Bo'ldi, to'pcha boradi ekan. Ana qancha baland sakraydi ekan. Unaqa balandga bundan baland sakrash kerak edi, bo'pti. Qanday otsam tegadi. İkinci papitka diye plan. Mana mana ichiga tushaylikchi bir gap bo'lar. Men nima qilishni to'g'risi bilmayapman. Mana fanarni ustida sakrash kerak. Fanarni ham qo'yib qo'ygan. Tak, nima antenasi? Qani? Qayergacha boraman ekan? Davay. Voy, qolmadim. O'lib qoldim.
Nimaga o'ldimmi? Zontikni ko'rsatyapti. Nimaga? Zontik kerakmi? Zontik yo'q chetda menda. Zontikni qayerdan olaman? Tez zapis ketyaptimi? Unda zapis ketyapti-ku. Uzr so'rayman. Hop. Oppa. Olamiz. Tak, uning uchun men yo'roqdan sakrashim kerak ekanda. Mana выключатель. Men o'lib qolaman-ku pastga tushsam. Yo, buniki ekan. Pastga tushib bu yoqqa chiqishim kerak edi. Pastga tushiramiz. Unda Aktingdan bu qayerga olib chiqamiz? Teshikdan qo'ylaymiz. Mo'ylov joydami? Ko'rinmadi. Birdan tushib ketmaydimmi? Men shunchalik tepaga chiqyapman. Zontik bitta bo'lsa zo'r bo'lardi. Zontikdan tushib kelardi deydi. Nu ko'ramiz, ikkinchisi bundan ham qiyin bo'lsa kerak, ha? Qarg'ali qismi bor degan kommentariyni hammasini o'qiyman. Stalker o'ynang deyapti bitta qiz. Stalkerning qimmatligini aytib olinglar. O'sha qizga radnoylar. $42 mi qancha edi Stalker? Ya $42 bitta Stalker o'ynaganimda juda ham ko'p o'yna olaman-da bu o'yinga. Zontik! Oldim. Mana mayt kuylepti. Plan qo'layki, bu nima joy o'zi? Yaxshi, Zontik. Aldaganni qaranglar. Yana korobkadami bor? Korobkani tushirish kerakmi ustiga? Xo'p, mana uni otsam bo'ladi ekan. Xo'p, buni otsam nima bo'lar ekan bizga? Mana uyda nima bor ekan? Shu uyga tushishim kerak. Xo'p, maytga tushaylik. Hani? Oy taramül. Spor ta'sir qilmadim bunga. Nima qildim? Mana xato qildim. Yana prosta o'yinchoqmi? Ani tana kamon turibdi. Bilmadim, ta'sir qilyapti. Top to'stirga ketdik. Hey, Zontikda qaranglar. Hop, to'stir. Men ana uyga kirmoqchi edim, bu yoqqa saklaymiz. Retishga qalaysan? Demak, bizga anu kerak emas. O'char. Uyda o'ziga primoy kirib olsak bo'lmaydimi? Ya bekordan qo'yilmagan-ku pastda narsalar. Bitta salyut ko'ryapti. Yo'qolay. Bu yoqqa kira olamanmi? Uyda eshigimi, teshigimi bormi? Voy, bu uyda hech bolasi yo'q-ku. Boshqa qayerda nimadir bormi yo'q? Buzishimiz kerak, kalla ishladi. Ana uni ishga tushirishimiz kerak. Yo'qol. Ana uni ishga tushirishimiz kerak, buziladi ekan bu. Metroni uchirib yuborish kerak menimcha. Mana. İşlamayapti-ku. Tok keldi. Knopkani bossam yuradi. Mana yomon qani yo'q. Mana buni sham nimaga? Bile salyut. Zontik. Skate. Demek maytga chiqishim kerak. Mana knopkani 2 marta, 1 marta bossam, menimcha yuradi. Men 2-3 marta bosganimda yurib to'xtab qolgan menimcha. Ko'ramiz ha. Ketgan. Oson emas chiqish. Oson tuyulyapti, oson emas.
Qani? Ha, yuradi ekan mana. Kalla kompukter. O'chira ovozingni. Kalla kompukter. Demak, o'sha yoqqa chiqishim kerak, ha. Bu yerga chiqishim uchun avval bu yoqqa chiqishim kerak. Zontiklar kerak. Oo, mana ko'ryapsanmi? Bu rejalashtirilgan planda u o'zi uchib ketadi. Men bu yoqqa sakrashim kerak. Normalno. Ana, uy buzildi. Yaxshi. Ne tushamiz-da? Bosamiz. Uyda nima bor eng qizig'i? Bu yoqda mana переключатель bormi? Yo'q-da, chunki bu yoqda kabel yo'q-ku, unaqa narsa yo'q-da ishmasa. Kirsak bilamiz-da. Ana, tort bor uyda. Bilasanmi nima qilamiz unda? Salyutni otamiz. O'chira ovozingni. Hali jon oladimi keyin qizig'i? Endi to'pchani kamonda ochish kerak. Balki hozir Agushin bo'ldi, endi to'pchada bir gap bor. Balki ketmagan, bu o'yinda shunaqa ketma-ketlikda qilish kerak. Qani sakradim? Hop, oyoq ne bo'pti, oyoq ne hop, bo'lmadi. Eshavermadi do'stlar. Davay. No? Ben bir yoqqa chiqolmayman. Tak, men mana shu yoqqa chiqishim kerak. Ha, bu yoqqa borishim kerak. Ha, to'pchaga qani. Na, basharasi ushlayapti hali. Knopkasini bosish kerak buni. Ko'ramiz hozir. Keyin kamonga boramiz. Kamonda nima deyapti? Qaytish kerak bu yoqqa. Mana orqanda turibdi-da. Tush kallangga aytdim. Oo. Tegmadi, oyog'ini olib qochdi. Nimaga tegmadi? Mening imkoniyatim kam shu bilan. Ikkita imkoniyatcham qoldi. Yana oyog'ini olib qochdi. Aytdimki ketma-ketlikda. Ha, shag'amni yoqaman. Ili qaychi top deydimi? Men sinab ko'ramiz. Yonyapti. Men ko'rishim kerak-ku otishni. Qanday? Ha, endi uychaga kiraman. Biz egiltirib berdim. Qanday eng tepa joy qayerda menda? Yana to'sirga sakrayman, to'g'rimi? Tepaga undan lesnitsadan chiqishim kerak. Ili to'sirda o'zdan chiqib keta olamanmi? Men chiqolmayman. Nima qilamiz uyda? Nima bunaqa kattarib ketdi? Sabab nima qanday eshakdek bo'lib ketishiga? Ultavat qildimi demanda bu? Onayni mag'ir bitta joyda tur. Ikkinchi seriyasini upravleniyasini to'g'rilagan. Chunki birda g'alati dedim, aytdim tushib ketsammi? Yo'q, hazırlashdim. Men mana qasa bunisiga tushishim kerak, bunisiga tushishim bunday qilamiz-da. Da uyga kira olamiz. Zontikchada. Menimcha kira olmaymiz. Kira olamiz. Kira olamizmi, kira olmaymiz? Kira olamiz. Kirdik. Bu seriyasi juda osonroq menga. Ikki uchta seriyasini o'ynab bilib oldimmi nima qanaqa ketma-ketlikda.
Mana ruhchi. Kuzatyapti bunga. Va qarg'a. Bilmasam. Nima bunday bo'ldi? Tak, bolakay. Dushpanbek. Bu nima qilyapti? Bunga farqi yo'q, klassik zagrona o'zgarasiga. Ay soyada ko'rdim klassik sakrashim. Tomog'im og'riyapti chetda. Asab ketaga tomoq og'rish. Telefonni o'chirib turamiz. Lekin video zapis qilyapman. Qaqqaryapti. Darmed. Ana nima bo'lo? Bizni qo'rqityapti. Boyam o'tgan safarda o'ldirdi, o'tgan seriyada 2-3 martalab. Mana qochib ketyapti. Qochyapti bu. Buni nima qilishim kerak? Men buni qutqarishim kerakmi? Voy, yutqazdimmi? Nima qilishim kerak buni? To'sib turishim kerak. Yurak, kallangga aytdim, men to'sib qolishim kerak ekan. Qayerga ketamiz? Tez-tez yugur, iltimos sendan bir aytishga. Kepkanga aytdim sen. Zombiga o'xshab yurib ketaman. Onaqasiga. Men buni himoya voy, men kira olmayapman bu yoqqa. O'ldi. Men aylanib o'tishim kerak. Qayerda aylanib o'taman? Katta xolamnikidan aylanib o'taman. Hech qachon bermayman. Yo'qda o'tolmayapman. Ha, mana. Bella oynani qanday sindiraman? Oynani sindirib biratishga. Ha, mashaq keladi u hozir. Ha, mashaq keladi. To'g'rimi chaq keladi? Bu yoqda-ku qanday bo'lib qoldi? Nima bo'ldi hozir? Men mana etti ko'rmadim, bilmadim. Yo'qda yo'l bormi, yo'qmi? Boshqa ishonch hamma narsa qilib ko'rdim, boshqa hech bola yo'q. Kimga aytdim seni qichqirib o'yla axira sen mujikchamisan yo xotinchamisan? Boy maytdan tushib bo'lib qoldim-ku. Mana yerdan keladi tentak. Mana. Basharangga aytdim seni. Qaysi tomonga yuradi ekan? Basharang, endi qayerga borasan? Men bag bo'lib qoldim. Men bag bo'lib qoldim endi. Men bag bo'lib qoldim. Yerga tushmasa uchib yuribman. Hatto bilib oldim, qayerga borish kerakligini. Rojanga aytdim seni. Tez yur. Ola xilliklamay, ola. Ham jonga deydi, projektda nima bo'lasan o'zi? Plisyoz yo'qmi torta olardik. Mana yorug' joycha to'xtaydi ekan. O'tirib olishdi hali. Yana ko'tarilib qoldim. Endi qayoqqa kelar? Qanaqa kelar? Qayerdan kelyapti? Mana yerdan chiqib kelar. Tez-tezga. Qayerda o'tirib qolasan? Yaxshi. Endi qayerga ketasan? Men borgan zot tepaga chiqib ketibdi. O'yin shunaqa bo'lish kerakmi? Men tepaga chiqib qoldim. Voy, bag bo'lib qoldi o'yin. Mana yura olmayapman. Tepadaman, ko'ryapsan? Osmondan, patologdaman. Men yoniga pritik turib olish kerak, ya'ni peshonasini tagiga turib olish kerak, unaqa bag bo'lmasligi uchun.
Mana basharangga qarab turing. Pastda shunaqa bo'lyapti. Faqat pastda shunaqa bo'lyapti. Mana yerda shunaqa narsa bo'lyapti. Bunaqa narsa bo'lmasligi uchun nima qilay, projektor kalla. Peshonasiga qarab o'tirib turib olaman. Kelyapti. Maxluqcha. Yo'q, ko'tarilib qolyapti personajim meni. Nimaga bunday bo'lyapti bilmayman o'zim. Yana ko'tarilib ketadi, qaranglar. O'zi rostdan shunaqa bo'lishi kerak. Qayoqqa yuradi endi bizlar, men bilmayapman. Mashaq aka. Chaqa kel, iltimos. Chaqa aka. Yo'q, o'yin tomonga yuradi ekan. Bu yoqqa kelmaydi ekan. Mana bu yoqqa qarab turibdi. Ayo, shaqa keldi. Ha, o'zi kattarib ketadi ekan shunaqa. Men ham kattarib ketyapman ekan. Nima qilishim kerak endi? Urishamanmi endi? U o'ynayman men. Eshikka qarab yurdik. Bo'ldimi, yutdimmi? Adam nima bo'lyapti? Bu yog'i nima bo'lyapti rostda? Kim o'zi mana shoxchalik? Gaplashyapti ikkalasi. Sog'lik omonlik, stolchani qo'yib qo'yibdi. Ha, men o'zi kattarib ketaverman ekan, bagmatik. Kattan bilay. O'tirib o'tish kerak ekanda. Ular o'tib oldim-ku. Muhimi shu. Qolgani muhim emas. Tak, biz personaj uyqudan turib, soqollari o'sib ketgan, kattarib ketgan. Shimga kirib qolibdi. Ko'rganmi nima shu paytgacha nima bo'ldi? Eshigim osilib qolgan. Tanishi ham bormi? Nima olyapti? Sumkamizda chimodan yo'q edi-ku. Nimaga ochib qo'ydi chimodanni? Nimadir chiqadimi ichida? Axir, ula, subtitr uchun qo'yib qo'yibdi chimodanni. Короче, radnoylar va nihoyat Hello Neighbor o'yinimizni tugatdik. O'yincha zo'r va qiyin, eng muhimi rosa qiyin ekan. Kallalaringga kelmaydigan zadanalar beradi. Yo, buni streamda o'ynasa odam bir 8 soatda o'tsa kerak. Menda lekin liz shundaqa bo'lib 10 soat vaqtim ketdi bu o'yinni yutguncha. Yutdik birinchi qismini, ikkinchi qismi sal qimmatroq endi ko'ramiz. Men ortiqcha pulim bo'lishiga qarab sразу o'yinda olaman. Sabr qilib turinglar, men ham chiqaramiz. Unaqa kommentarlarni bag'ilab tashlamanglar. O'zim esimda, hammasi esimda, asta-asta bo'laveradi. Video yoqqanmasa like bosishni, kommentarda o'z fikringizni yozishni esingizdan chiqarmanglar. Sizlar bu o'yinni necha soatda yutgansizlar? Men esa shu 10 soatdan o'tdim. Xudo xolasa aytib o'tganimdek ikkinchi qismini chiqaraman, vaqt kerak unga. Radiolar nima bo'lganda raqam o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Bam.